Buningdan 25 yil burun yozilib, torda va matbuotda e'lon qilingan yozmam bir Uyg'ur yoshning xatiga javob. Ilova. Yaqinda Uyg'ur Boy nomidagi qarindoshimizning tor orqali dunyodagi qarindoshlardan o'zining chet elga chiqib o'qish masalasi haqida maslahat so'rab yozgan xati va uning javoban ba'zi qarindoshlarimizning qayturgan inkaslarini o'qib qoldim. Men shu ukamdak jarayonlarni boshdan kechirib, chet elda o'qish fursatiga erishish, xizmat qilish, yashash, qisqasi reallik bilan g'oyaning o'ttirisida bir maydon choy qilib o'tishdek jarayonlarni boshdan kechirgachga, bu ukam va bu ukamga o'xshash arzusi bor qarindoshlarimizga oz to'la foydasi bo'lsin uchun adabiy xotira shaklidagi bu ochiq xatni yozib chiqdim. Salam Uyg'ur ukam. Aldı bilan internetdan foydalanib, o'zingizning kelgusingiz haqida dunyodagi qarindoshlarimiz bilan fikr almashtirishni boshlaganligingizni tabriklayman. Agar yaqin mazgildagi nishoningiz chet elga chiqib o'qishli bo'lsa, mana shuning o'zi nishoningizga qarab tunji qadamni bosganligingizdir. Kishilik turmushda inson boshqalarning yordamiga, maslahatiga muhtoj bo'lib turadi. Yaxshi niyatli kishilar qo'lidan kelishicha yordam qiladi, maslahat beradi. Yordamning cho'ngi bo'ladi, kichigi bo'ladi, maslahatning to'g'risi bo'ladi, nomuvofiqi bo'ladi. Gap shu shaxsning boshqalarning qilgan yordamiga to'g'ri inkos qaytara olishida. Boshqalar bergan maslahatlar haqida to'g'ri hukm chiqara olishida. Shu vajidan men sizning qarindoshlarga xat yozib, hal qilinmagan iddiviy masalalaringiz haqida maslahat so'raganligingizni qo'llayman. O'z navbatida vaqt ajratib savollaringizga javob yozgan qarindoshlarga rahmat aytaman. Gapingizning o'ramidan qaraganda 20-22 yoshlar o'pcho'rsidagi hayotga savol qo'yib, o'ylanib yashaydigan yigit o'xshaysiz. Mana bu sizning boyligingiz. Yoshlik, intilish, jasorat, to'g'ri nishon va izchil harakat bilan birlashganda unum hosil qiladi. Sizda oldingi 3 xil omil bor ekan. Endi keyingi 2 xil omil haqida ko'pchilikning maslahati, o'zingizning imkoniyati asosida qaror chiqarib, harakatga otlaning. Ya'ni bo'shashmay, tirishib o'gining. Ishoningki, Alloh tirishchan, to'g'ri niyatli bandisini armoniga yetkazguchidir. Mening sizga bu darajada murojaat qilishimning sababi shuki, hayotda biz nurg'un qadamlarni bosamiz. Ammo hayotimizga, taqdirimizga ta'sir ko'rsatadigan bir necha qadam intayin muhim. Odam ashundaq muhim qadamlarning birini sizning yeshingizga chaqlarda bosadi. Xo'shallanarlik yeri siz qadamni to'g'ri yo'nalishga qarab elib o'tibsiz. Diqqat. Bu sizning chet elga chiqib o'qishni maqsad qilganingizla to'g'ri yo'nalish deb kaskin aytqinim emas. Ba'zilar chet elga o'qishga chiqmay turibmi, ba'zi chet elga chiqqanlarga qaraganda vatanimizda ahamiyatlik, yaxshi ishlarni qilib yashaydi. Alayli bizning dehqonlarimiz, o'qituvchilarimiz va ziyolilarimizning ichida ba'zi esil fazilatli insonlar bor. Ular o'z sharoitlaridan foydalanib, xalqimiz yashayotgan muhitning pok va saf bo'lishi, milliy an'anamizning davomlashishi, yo'qolib ketmasligi uchun o'n-tinsiz tuhfa qo'shyotadi. Men ularning to'kayotgan tardirning, berayotgan qurbonlarining ulug'ligini o'zimni chet elga chiqqandan keyin bildim. Mening sizni to'g'ri yo'nalishga qarab mengibsiz deganimda, sizning bilim elishga qiziqadiganligingiz, kelgusingizni yaxshi qilishga intildiganingizni ko'z tutganligimdir. Albatta, bu bir xil sog'lom psixika va aktiv bo'lgan kishilik qarashdir. Sistema nazariyasi bo'yicha fikr yurgizganda, to'pning yoki kollektivning iqtidori uni tashkil qiluvchi yakka omillarning kuchlik ojizligi bilan munosabatlik. Yoshlar mana shu to'pning motori. Afsuski, atrofingizga boqsak, siz demaklik nurg'un ini-singillarimiz bor, biroq qanchasi sizdek orzu istakda, sizdek intilishda. Ularning hammasi sizdek ruhiy holati bo'lsa yaxshi bo'ladi, ammo reallik undaq emas.
ijtimoiyatimizda jamiyatni unumli idora qilib, kishilarning harakatini to'g'ri, aktiv bo'lgan yo'nalishga yetaklaydigan mexanizm bizda ashu yuqorida men aytib o'tgan bir qism yaxshi insonlarimizning tirishqiniga baxmay, turli sabablar tufayli kun sayin suslashib ketyotidi. Lekin bir millat, bir jamiyat ziddiyat va besim ichida yoki taraqqiy qiladi yoki g'oyib bo'ladi. Shunga biz uchun yo'l birla. U bo'lsa-mu yomonlikdan g'olib kelib oldiga qarab menish. Kishilarimiz orasida jahon ko'rgan siri, uchur almashtirish kuchaygan siri bu nuqtani texmi aniq tunib, o'zini emas, ko'pni o'ylaydigan, xalqqa, jumladan yoshlarga qo'lidan kelsa yordam berishga intilgan kayfiyatning shakllanayotganligidan his qilish mumkin. Vaholanki, sizdek bilim izlaguvchilarni qo'llashni ko'pchilik qarindoshlarimiz burch va sharaf deb bilsa-mu, ammo qo'llashning darajasi va mazmuni kishilarning yashayotgan yerdagi sharoiti va imkoniyatiga beqib o'xshash bo'lmaydi. Siz Xudo buyurib orzularingiz amalga oshib chatal tuproqqa qadam bosganda ashularni his qilasiz. Shuninki bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatsangiz-la chatalga cho'qim kelalaysiz. Men o'zim taniydigan chatalga chiqib o'qiyman deb niyat qilgan kishilarning hammasining degidak Amerika, Kanada, Angliya, Avstraliya, Germaniya va Yaponiya qatorli davlatlarga o'qishga chiqib, o'qib, xizmat qilib turayotganlarni bilaman. Demak, u tamamen mumkin ish. Men dehqonning balasi, iqtisodiy asosim yo'q deb ma'yuslanmang. Menmi tog'liq rayonda boshlang'ich maktab o'qituvchisi oilasi tug'ilgan. Urumchida oliy maktabda o'qib xizmat qilib, ondan TOEFL, GRE imtihonlarini berib, Amerikaga o'qishga kelgan. Men taniydigan kishilardan bir nechasimi Qashqar, Oqsuning, Korli Turpanning yezilarida, kichik bozorlarda tug'ilib cho'ng bo'lib, oliy maktabni bitirib, Kayp Sapaning o'zra halovatning keyini bo'lmay, tirishib o'qib, chatallarga o'qishga kelgan. Iqtisod masalasi albatta sizning emas, asosan hamma Uyg'ur yoshlarining beshini qatoradigan masala. Uyg'ur dehqonlari bilan muashlik xizmatchilarining o'tirisi kirim farqini vatanda cho'ngroq deyishga bo'lsa-mu, ammo chatallardagi turmush va baho sistemasi bo'yicha hisoblaganda asosan o'xshash. Ya'ni ota-onasi dehqon bo'lgan va kadr bo'lgan Uyg'ur yoshlari chatalda o'qishning va turmushning qadamini asosan o'xshash palladan boshlaydi. Siz avval tirishib o'rganib tayyor bo'ling. Fursat, talay, rizq deganlar ondan sizga mansub bo'ladi. To'g'ridagi bir qarindishimiz aytgandek, chatalga har xil amal bilan kelgili bo'lishi mumkin. Kelishning har xil sabablari bo'lishi mumkin. Biz Uyg'urlar to'plashib, o'ltiraqlashib, qo'yuq jamoatchilik qilib yashab kelgan xalq. Meningcha, chatalning muhiti har qancha erkin, go'zal va bayashat bo'lsa-mu, ammo chataldagi har bir Uyg'ur o'zi tug'ilib cho'ng bo'lgan muhitni, ijtimoiylikni seg'inadi. Bu xil ijtimoiy muhitni, kayfiyatni ma'lum son va sifat paydo qiladi. Demak, bu xil muhit o'z navbatida ma'lum sondagi Uyg'urlarning bo'lishini talab qiladi. Mushu ma'noda aytganda bo'lsa-mu, chatalda har bir Uyg'urning atrofida Uyg'urlarning ko'p bo'lgani yaxshi ish. Sizdak yoshlarga nisbatan o'qish yo'li bilan kelish tamoman mumkin. Garchi uning jarayonlari murakkab, jafoliq, uzun va qimmat bo'lsa-mu. Uyg'urlarning o'qish va tijorat ham boshqa sabablar bilan chatalga chiqishi 1980-yillardan keyin yil sari kuchayib boshlagan bo'lib, Uyg'ur jamiyatida 80 va 90 yillarning o'ttirlarigacha chatalga chiqqanlarga havas qiladigan bir xil kayfiyat shakllangan edi. Bu xil kayfiyatning shakllanishini yuzaki kuzatganda, Ipak yo'li vodisida, O'rta Osiyo dalalarida ota-bobollari xalqaro savdo tijorat bilan shug'ullanib, xalqaro aloqaning foydasini ko'rib kelgan, ammo uzun bir mazgil solchi bekinma siyosatning ta'sirida nadon va namrat qolgan Uyg'urlarning damalliqqa chatalga chiqishni moddiy jihatdan manfaat olishning tez va unumli yo'li deb qaraganligidan bo'lishi mumkin. Nima degan bilan iqtisodning nurg'un ishlarda hal qiluvchi rol o'ynaydiganligining birga birini qo'shsa ikki bo'ladigandek yoki yomg'ir yog'sa yerni ho'l qiladigandek haqiqat ekanligi hammaga ayon. Eng dastlabda Uyg'ur tijoratchilar O'rta Osiyo mamlakatlariga yurish qildi. O'quvchilar asosliqi Yaponiyaga yurish qildi. Yaponiyadagi emgak kuchi qimmat, maosh ustun va mal bahosi yuqori davlatda iqtisodchilik bilan o'qib, darsni sir chog'larda ishlab, pul tepib, vatanga qaytgan o'quvchilarning nisbatan boy holati paydo bo'lishi ba'zi kishilarimizga chatalga chiqish xuddi bir Uyg'ur xalq cho'chaklaridagi echil dastinim echildikidek chatalga chiqish bilan pul, boylik o'zi keldigandek ta'sir berdi.
Əməliyyatda o xil təsirlərinin bəziləri muhit və şərait özgərgən əhval astında rast bo'lishi mümkün. Yəni siz Amerika, Yaponiyadək dövlətlərdə pul tepib, şu dövlətlərdəki çağınızda iqtisodçanlıq bilan yaşab, ma'lum miqdordagi pul bilan Urumchiga yoki Qashqarga qaytsangiz. Hatto ba'zi kishilarimiz Pokistonda o'z fuqarolarining qo'rsqinimi to'liq boqolmagan bir mustaqil davlat bo'lsa-mu, ba'zi jihatda Uyg'ur jamiyatining qaloq orqada qolgan davlatgami chet el deb chiqib beqishdi. Bundaq davlatlarga chiqqandan Amerika, Kanada, Angliya, Germaniya va Yaponiyaga chiqib ko'rib boqqan yaxshi, agar o'qish uchun bo'lmasmi. İlave. Aramızda ba'zilar ehtimol bularni o'qib o'tib, bu bakli materialistik qarashqo biz qilishga tegishli nurg'un ishlar tursa deb ayblash nazarda qolishi mumkin. To'g'ri. Biz uchun yana nurg'un ahamiyatli ishlar bor. So'zlab kelsak, to'g'ri odam bo'lib yashashdan tortib, imonliq musulmon bo'lib yashashgacha, hayotni ma'nilik o'tkazishdan tortib, avlodlarga obida tiklashgacha va hokazo. Ba'zi masalalarni talash-tartishlardan ko'ra har kishi o'z loyig'ida ish qilgan yaxshi. Ammo chet davlatlar qancha taraqqiy qilgan bo'lmasin, ulardan yana aldirab ko'p umid kutmagan yaxshi. Mushuni chiqish qilib turibman, tovandikilarni sizga va sizga o'xshash istakdagi kishilarimizning diqqatiga sundim. Chet elga kelishdan burun mundaq bir necha nuqtaga diqqat qilish kerak. Chet elga kelib o'qish yaxshi ish. Odam bir tarafdan bilim oladi, bir tarafdan jahon ko'radi. Dunyoni, shaylarni tushunish uchun qurilishidi. O'z oldiga mustaqil yashash jarayonida insonlik xarakteri mustahkam bo'lib yetilib boradi. Lekin chet elga chiqib o'qish bir odam uchun hayotda ko'zlangan maqsadning amalga oshishi emas, aksincha boshlanishi bo'lib qilish mumkin. Bir qarindishimiz o'qish mukofotiga erishgan bir o'quvchi bu yerda turmushni bayashada o'tkazadi. Masalan, ozod yataq xususiy kompyuterga ega bo'ladi deb yozibdi. Bunisi rost. Amerikaning oliy maktablari to'liq o'qish mukofoti olgan o'quvchini odatda bekorlik o'qish va o'tir hisob bilan $1500 o'qish ta'minot puli bilan bir yilda 9 oy ta'minlaydi. Bu o'qishlar va maktabning o'qish mukofoti bilan ta'minlashi odatda 2 yildan 5 yilgacha intervalda bo'ladi. Agar 2-3 o'quvchi bilan yatoq tash bo'lib, uy ijarasi uchun $400-500 to'lab, tomoqni o'zingiz etib yesangiz, u pulda tengli kompyuterlar emas, mashina olalaysiz. Agar oilangiz bo'lsa, yana boshqa yerda ozg'ul ishlamasangiz, bu yerda u pul bilan hatto Urumchida bor ba'zi turmush saviyangizni saqlay olmasligingiz mumkin. Chunki bu pullar bu yerda unchalar ko'p pul emas. Albatta, bu shaxslarning iste'molini tanlashiga bog'liq. Ikkinchi ilova. Mushu ishlarni yezib o'tib bir ish esimga keldi. Amerikadan ta'til qilib vatanga qaytganda bir necha birodarlar bilan choy ichib o'ltirdik. Birodarlardan biri mashinam bor yo'qligini so'radi. Yo'q deb javob berdim. Va men tushuncha berdim. Xohlasam $600-gami, $6000-gami mashina ola olaman, lekin hozir zaruriyati yo'q. Men uchun mashina degan havas uchun emas, balki zaruriyat bo'lsa oladigan narsa. Demasmi, Amerikadagi iste'mol xohishi kuchli davlatda $3-4 pulingiz bo'lsa, yangi mashina ola olasiz. Chunki inovatli karta, ya'ni kredit kart shirkatlari Amerika iqtisodining umumiy ahvoliga qarab iste'molchilarni o'simsiz, ya'ni qisqa mezgillik va to'van o'simli qarz bilan ta'minlaydi. Inovatli karta ishlatish amaliyotda boshqalarning pulini vaqtincha qarz olib ishlatish bo'lib, Amerika iqtisodida mavjud muhim 6-7 xil qarz shakllari, ya'ni uy olish uchun qarz olish, mortgage deymiz, mashina sotilish uchun qarz olish, ya'ni auto loanlarga o'xshash. Ammo inovatli karta orqali qarz uchun to'laydigan o'sim uy olish uchun, mashina olish uchun qarz olishlar to'laydigan o'simga qaraganda yuqori bo'ladi. Bu xil tuvan o'simlik qarzning qiziqtirishining ta'sirida yuqori baholi tovarlarni sotib olganlar ma'lum iqtisodiy besimning ichida yashaydi xolos. Afsuski, o'qish tugagan hamon o'qish mukofoti pulingizni to'xtaydi. Demak, mayli magistr aspirantda o'qing yoki doktor aspirantda o'qing, xuddi bu taqqa chiqqandek bir ish. Taqqa chiqqandan keyin hamisha tog'ning cho'qqisida turib oladigan ish bo'lmaydi. Baribir tushmay amal yo'q. Masala mana shu yerda. Undan boshqa chet ellik o'quvchilarning Amerikada qonunliq turishnomi cheki bo'ladi. Odatda magistrlar o'qish bitirib 1 yil, doktorlar 1,5 yil o'z kasbini praktika qilish fursati bor. Agar shu jarayonda chet ellik o'quvchilar xizmat etib shirkatning qo'llashiga erisha olsa, Amerikada turish salohiyatini tashkil bo'ladi. Bo'lmasa, kelgan yeriga ketmay amal yo'q. Ketmasa, qo'g'ilotmaydi, ammo qonunsiz bo'lib har jihatdan qiynaladi. Amerikaga kelgan qarindoshlarimizning ko'pincha avval o'qiydi. Unvonni ilib bo'lgandan keyin amerikalik va chet elliklar bilan raqobatlashib xizmat topadi. Anglashlarga qaraganda, Uyg'ur qarindoshlarning ichida o'qib xizmat topolmagani yo'q ekan. Demak, bu yerga kelib o'qib xizmat topolmay qilishdan ansirab ketmang.
ya'ni vatanga qaytib ketmay turib qoladi degan faraz ostida. Meningcha boshqa davlatlarning o'zga tushliq shuningga aloqador belgilamalari bo'lishi mumkin. Shunga o'qishga kelganda, o'qiganda mushu narsalarni o'ylanib, kasbni tanlashga to'g'ri kelsa ikkilanmay tanlab, bozorning ehtiyojiga mos keladigan kasblarni o'qish kerak. Kapitalist iqtisodiy davriylik asosiga egilik bo'lib, uningda qarorsiz holda iqtisodiy turg'unlik, kasatchilik va gullanish doim yuz berib turdi. Iqtisod gullangan chaqda emgak bozori umumyuzlik yaxshilanib, azroq texniklik bilimingiz va tajribangiz bo'lsa, ishga o'rilishib ketasiz. Iqtisod nacharlashganda, ya'ni turg'unlik va kasatlish ko'zlanganda, ishsizlik ko'payib, shirkatlar vayron bo'lganda, xeyli obdonlar tajribangiz va qobiliyatingiz bo'lgan taqdirda ish chiqmay qilishi mumkin. Növbəti bu cəhət əhval görünənlik bulub pul muamili və yuqori texniklik kompüterga aloqador kasblardir. Undaqda bu yerda turib qolganlar uchun zot qanday kasblarni o'qiganda andan nisbatan xotirjam xizmatga ega bo'lg'ili bo'ladi. Ba'zilar mushu savolni qo'yishi mumkin. Buningga aniq va mutlaq javob yo'q. Ammo mening ko'zlashimcha, sayya, tibbiy davolash, dorigarlik, biologik texnika, buxgalterlik, aktorial kasblarini o'qiganlar hamda nopozluq oliy maktabda doktorlik o'qib, necha parcha maqola e'lon qilganlarning, yana bular oliy maktablarning o'qituvchilik iltimos qilsa xizmatga erishish va xizmatni saqlab qolish nisbati yuqori. 3-ilova. Albatta bu mutlaq ish emas. Yanıla konkretni shaxsning o'ziga bog'liq. Uyg'urlarning ichida o'z aql parasti va talanti bilan Amerikaning cho'ng shirkatlarida, ya'ni sanoat shirkatlarida fan texnik organlarida xizmat qilib, shularning yuqori o'rta darajalik boshqacha qatlamlariga kiralgan Uyg'ur farzandlarimiz bor. Odatda biz Uyg'urlarning ahvolida o'qishga kelgan bir yosh o'qishni bitirganda o'ylik o'choqliq bo'ladigan mazgul bo'ladi-da, to'y qilib, bola chaqiliq bo'lib bir uyni boshqa kiydi. Samimilik bilan aytganda, chatalga kelib o'qib, ishni noldan boshlab uyning mo'risini tutin chiqarmoq uncha o'ng'ay emas. Qashqadaryoda uyning mo'risini tutin chiqarish bilan Nyu-Yorkda yoki Tokioda uyning mo'risini tutin chiqarishdan farqi ko'p. Ya'ni bir qeyrinishimiz Jahonda qozonning quliqi hamma yerda 4 deb yozdi. Ya'ni bir qeyrinishimiz qozonning quliqi ba'zi yerda 4 emas, 6 deb yozdi. Odamlar fikr qilganda o'zlarining turmushda hayotni ko'rganlarga, boshdan kechirganlarga asosan yakun chiqarib so'zlaydi. Kishilarning hayot sarguzashtisining o'xshamaydiganligi, jumladan shu ikki qeyrinishimiz shunday. Ammo har ikkisining fikrida muayyan haqiqat bor. Amerika jamiyati nima degan bilan Uyg'ur jamiyatiga o'xshamaydi. Bu yerda kishilar shaxsning muvaffaqiyatiga bak cho'qindi. Ular muvaffaqiyatning konkretlashgan shaklini dollar yoki ikkinchi bir turli qilib aytganda moddiy boylik bilan o'lchaydi. Kishilar aloqa va do'stonlik, mehr-muhabbat sus. Ehtimol bu turmush va xizmatdan keladigan besimning eg'irligidandir va yoki abjash madaniyatning natijasidir. Siz bu jamiyatda yashagan ekansiz, o'xshash masalaga duch kelasiz. Uyg'ur jamiyatida biz nisbatan ozodroq yashab o'rganib qolgan. Damalaqi bu besimlar ig'ir keladi. Bu besimlarni yo'q qilishning birdan-bir amali muqim bir xizmat va Uyg'ur qarindoshlar bilan dunyoning narida bo'lmasin, ma'lum munosabatni saqlash. Turaqli kirim har holda nurg'un g'am andishlarni ko'tarib o'tadi. Ammo bu yerda hech kim sizga xizmating muqim deb kapolat bera olmaydi. Yuqorida so'zlab o'tganimdek, bu kapitalist iqtisodning alohidligi. Mening yuqorida kasb tanlash zarur bo'lsa tanlash kerak deganim shuni ko'rsatib aytilgan. Bo'lmasa ishsiz qoladigan gap. Hatto magistrlik, doktorlik unvoni bor Amerikaliklar o'zlari ishsiz yoki yarim ishsiz holatda mavjud. Ish bo'lmasa qanday qilgan gap? Kundalik hayot bir narsa talab qiladi. Shunga ish izlab, vatandagi ba'zi yasalma so'latlarni tashlab, oshxonada, kirxonada, do'konlarda ishlaydigan gap. Ozroq qamlashtira olsa, taksi haydaydigan gap. Nima degan bilan u amgak. Amgak qilib o'zinikini tepib yalagan odam yana sharaflik. Xo'sh. Qozonning quliqi hamma yerda 4 degan qeyrinishimiz yuqoridagi ahvollarni kuzatib degan bo'lishi mumkin. Demak, u yolg'on gap emas. Hamda qozonning quliqi 6 degan yoki kasak buni degich qeyrinishimizning ta'liyi va qobiliyati bor ekan, u o'zi degan sharoitga erishibdi. Uning o'tirib qo'ygan masalalar maras. Bu odam orqali odam boshqarilgan emas, balki qonun orqali odamlar idora qilinadigan jamiyat, ya'ni ayrim yakka hadislarni hisob qilmaganda. Amaliyotda davlatlarning ilg'or yoki emasligi shu davlatni terab turadigan usti qurilmaga mansub siyosat, qonun va iqtisodiy tuzumlarning boylikni kishilarga tangshashda odil va haqqoniy bo'lgan muhitni yaratib berish beralmasligiga bog'liq.
Amerika iqtisodiy xususiy mulkchilik asosidagi bozor mexanizmi orqali aylangan egilik. Bu jamiyatda xususiy egilik qo'g'dilindi. Har qanday narsa qonuniy jihatda sizga tava ekan, uni hech kim sizni tatib ola olmaydi. Boy bo'lish uchun xushomat qilish ketmaydi. Sizda bilim, egilik tiklashga zarur bo'lgan o'zgarcha tijorat iddisi va ma'lum so'mdagi boshlanma kapital bo'lsa bo'ldi. Hech kim sizni cheklamaydi. Ko'p ishlading, ishlamading, jiq topding, oz topding demaydi. Ammo xusus kirim beji va tijorat bejini vaqti-vaqtida topshirsangizlar. Gerçi bu yerda kam deganda parch-purat ish bo'lsa-mu, chiqib tursa-mu? Yana boshqa kelganda amal yo'q. Lekin bir ömrünü bundaq ishlab o'tkazish qo'rqinchli. Shunga bu yerning alimi ta'limni o'rgangandan keyin yanala yangi texnikalarni o'rganib, yaxshi xizmatlarni topgan afzal. Bu albatta butunlay mumkin. Xulos qalam. Bu yerda vataniga qaraganda natijasi tirishib to'g'ri keladi. Amerika jamiyatining sistemi jihatdan boshqalardan farq qiladigan yana bir tarafi qonuniy ijro qilish tarmoqlarining har qanday faraz bilan isbotsiz holda bir kishini tutib turish, so'roq qilish yoki jazolash, ya'ni qonunni dafsanda qilish huquqi yo'q. Unda qilg'uvchilarning mas'uliyati qattiq surishtirildi. Bu yerda fuqarolar o'z prezidentlarini, boshliqlarini xalqning manfaatini ko'rsatmaganligi, huquqni suiiste'mol qilganligi yoki axloqiy jihatdan chiriklashganligi uchun ayblayoladi. Bizning xalqimizning vatanda boshliqlarni tillash huquqi bor, ammo bu boshliqlar jahongir imperial davlatlarning boshliqlari bo'lishi shart. Menimcha, Qozonning olti qulqi bo'ladigan ahvolmi bor degan qirinishimiz mushularni ko'z tutgan bo'lsa kerak. Yana kimdir berib biri esimni qilishicha. Bu yerda bekorlik davolanish, bekorlik uy, ish bo'lmasa pul berishlar bor degandeklarni yozdi. Bu ehtimol ko'proq Uyg'ur chatal chiqsa ekan deb umid qilg'ichning yaxshi niyat bilan degan gapidir. Menimcha, u xil qarash hech nimga qaramay jon beqish muhim degandek ta'sir beradi ekan. Ma'lum mazgil ilojsizlikdan u xil sharoitdan bahramon bo'lishga bo'ladi, ammo uni maqsad qilib chatalga chiqishning ahamiyati yo'q yoki arzimaydi. Uningdan ko'ra achalning chamurda umoch ichib, turpanning qarzlarida oqqan suvi zag'irchilab yeb, o'z vatanimizda, o'z xalqimiz bilan yashagan yaxshi. Xulosalganda, chatalga kelish, o'qishga chiqishning yuqoridagi musbat va manfiy taraflari bor. Hammani o'ylashib, ko'ngilni to'xtatib, iddia jihatda yaxshi yomonga tayyorlik ko'rib, ingliz tilini shu yerda puxtalab, kasbiy asosni o'tdan silib, TOEFL joriy imtihonlarini berib, o'qish mukofoti olib kelish kerak. Bo'lmasa, tortadigan jafo boshli ko'p bo'lib ketib, vaysaydigan, maslahat berganlardan, yordam qilganlardan og'rinadigan, kishilik munosabatda boshqalar bilan yiriklashib, psixik jihatdan normalsiz bo'lib qolgan ahvol ko'rildi. Ayni chaqda berib olsam har qanday jafo bo'lsin chidayman men degan erkak degan gapni demak, el xatti yozmoq o'ng'ay. Real turmush degan rahimsiz, uni boshdan kechirmoqchi odam bilmaydi. Uning ustiga bu yerda odam o'z urug' tuqqanlaridan, xalqidan ayrilib, o'qish bitirguncha, hatto xizmat tepib, bir mazgilgacha tanho holda o'qish, ishlash yana ishlashdan iborat bir xil turg'un turmush ichida tunjiq yashaydigan gap. Uyg'ur fikam. Odamlarimiz chatalga o'qishga chiqqan yoshlarimizni cho'ng umidlarni kutadi. Ba'zi odamlarda shu umidlarni aqloqdak armon bo'lsa-mu darmon bo'lmaydi. Ba'zilarda darmon bo'lsa-mu undaq yurak bo'lmaydi. Yana ba'zilarda o'z loyiqida alning kutgan umidni aqlash uchun, yana ba'zilar Üntensiz töhp qo'shadi. Demak, chatalda turib qolganlarning o'z oldiga tanlashi duch kelgan masalalar bo'ladi. Masalan, bu yerda tug'ilgan bolalarning tili inglizda mukammal. Mas'uliyatchan ota-onalar o'rgatganlarla Uyg'urcha so'zlaydi. Yildigan o'taverdi. Cho'nglarni qerib tugaymiz. Ashundoq ketaversa, keyingi avlodlar bu assimilyatsiya qilish kuchi zo'r bo'lgan jamiyatda ota-onasining nerdan kelganligini unutib qilish mumkin. Mana bu yerda xizmat qilib turgan ko'pchilik ota-onalarni andishiga soladi. Anlasam, aslandagi odamlar bu degan demokratik erkin davlat deb yurishtirishdi, bakla erkin ekan. To'g'ri, har kimning erkinligi bo'ladi. Shundaqmi, nagili bormasak, ota-bobamizni, madaniyatimizni yo'qotib qo'ymoqimiz yaxshi. Qisqasi bu yerdimi, yo'l unchoqlar tuzamiz. Hammaga mehnat va badal ketadi. Men yana birovdan yurtdan ayrilganga necha yil bo'libmi, o'z ota-onasini seg'inib qo'ymaganligini, ota-onasining qiyriligi, satikaligi bilan nomus qildiganligi haqida so'zlaganlarni ma'lum. Yani birovning ba'zi yurtdoshlarining jondoshlikni bilmaydiganligini masxara qilib so'zlaganini ma'lum. Mana bular aslandagi atalmish cho'ng o'qiydiganlarning og'zidan chiqqani. O'zining ota-onasidan, yurtdoshlaridan changan o xil manqurtlarcha idditga odamlardan nima umid kutish mumkin? Men sizni oldi bilan o'zining ashu bir jup oq ko'ngil jafokash ota-onasidan, o'zining beg'ubar ballig'ini yetildirgan mehnatkash sadda so'yimli yurtdoshlaridan va yer sharining eng go'zal o'siniga joylashgan muhabbatli sahroyidan faxrlanadigan o'z xalqiga ilojsizlikdan manfaat yetkazolmagandimi, har qancha qiyin ahvolda xiyonat qilmaydigan, ziyon solmaydigan vafodor vijdonli Uyg'ur farzandi deb o'ylayman.
Mən yəni sizni dünyanın nərgi basın özünün Uyğur oğlu ikənligindən fəxrlənən oğlan deb düşünürəm. Mening o'ch xatni yozishim garchi arzimas bo'lsa-mu, sizga bo'lgan ashu xil umid va ishonchdan tug'ildi. Tirishing ukam. Xohlasangiz tövandagi email orqali men bilan aloqa qiling. Ehtimol sizning orzularingizni amalga oshirishga oz to'la yordamim tegsa ajab emas. Hurmat bilan chet eldagi bir musofir Uyg'ur akangiz.